Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 26-apreldan 29-aprel kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 26-27 aprelda 15-20 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 26-aprelda kechasi 10-15 darajalik. Kunduzi 20-25 darajalik. 27-dan 29-aprelgacha kechasi 13-18 darajalik. Kunduzi 25-30 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 26-27 aprelda 15-20 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 15-20 darajalik, kunduzi 26-aprelda 26-31 darajalik. 27-dan 29-aprelgacha 28-33 darajalik bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatida 26-aprelda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 26-27 aprelda 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 26-27 aprelda kechasi 13-18 darajalik. Kunduzi 26-31 darajalik. 28-29 aprelda kechasi 15-20 darajalik. Kunduzi 28-33 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 26-27 aprelda 13-18 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat kechasi 26-aprelda 15-20 darajalik. 27-dan 29-aprelgacha 17-22 darajalik. Kunduzi 30-35 darajalik bo'ladi.